So'z mas'uliyat, so'z ishonch. Shu bois matbuot jamiyat bilan davlat o'rtasida mustahkam ko'prik bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Guliston davlat pedagogika instituti va Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazida o'tkazilgan Xalq so'zi va Narodniye slovo gazetalari kunlari tadbirlarida so'z qadri, undan foydalanish mas'uliyati, bu bebaho ne'matning odamlarda ertangi kunga ishonchni mustahkamlashdagi ahamiyati haqida fikr yuritildi. Yaxshi jurnalistlarni yiqqanlar, to'plaganlar, o'ylayman gazeta bugun o'z o'quvchilariga ega. Hozir aytyaptilar, Farzandjon 35 ming. Bu 35 ming degan juda ko'p. Gazeta 2 ming, 3 ming, 4 ming chiqadi. Respublikaning ayrim gazetalar. Bugungi kunda 35 ming degan bu 35 mingta odam o'qiydi degani. Butun tumanni aholisi o'qiydi degani bu. Butun respublika miqyos olganda. Bu yaxshi. Nega 35 ming odam obuna bo'ldi? Bo'lgan sababi gazeta yaxshi maqolalar ko'p. Misol uchun, shaxsan O'tkir Hoshimning gapi bor, bitta filologiya bo'lganda aytishim kerak. Maqtanishni boshladimi? Bu qarishning birinchi alomati degan. Lekin men qarimasman, endi 35 yoshga aytsam bo'laveradi. Bir haftada Xalq so'zida ikkita maqolam chiqqan. Alisher Navoiy haqidagi maqolalar. Keyinchalik bu maqolalar Xalq so'zida chiqqan eng yaxshi maqolalar kitob holatiga keltirilgan. Va mening maqolalarim o'sha kitobga kirgan. Demak, bu ham maqtanyapman mana. Chunki Xalq so'zi yaxshi maqolalar berishni harakat qilishgan. Chunki men o'ylaymanki, o'sha Navoiy Gulshani rubrikasi doim davom etadi va bu yana yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Undan tashqari, mana bu yil aytaylik, muhtaram prezidentimiz qarori chiqdi Amir Temurning 690 yilligi bo'yicha. Aytaylik, yil bo'yicha, yil davomida Amir Temur haqida maqola berib borilsa yaxshi bo'ladi deb taklifim. Chunki men o'zim maqola yozib beraman. Amir Temur ma'naviyatga qo'shgan hissasi bo'yicha. Chunki Amir Temurni bilishimiz kerak. Amir Temur bizning faxrimiz, bizning g'ururimiz. Bizni o'sha orzu qilgan insonlardan biri. O'sha adolatli bo'lganlar, fidoyi bo'lganlar, ilm-fan fidoyisi, ilm-fanning homiysi bo'lganlar. Shuning uchun Amir Temurni baribir biz yaxshiroq temir tuzuklarni o'qigan bo'lishimiz kerak, vasiyatlarni o'qigan bo'lishimiz kerak. O'ylaymanki, Xalq so'zi gazetasi Amir Temur haqida alohida rubrika qilib, aytaylik, farzandlarga aytgan gapi bor Amir Temurdan. Xalqning dardlariga darmon bo'lmak vazifangizdir degan. Mana misol rubrika qo'yib turib, Amir Temur haqidagi maqolalar berib borilsa, bu tarbiyasiy vazifasini bajaradi gazetar deb o'ylayman. Xalq so'zi va Narodniye slovo gazetalari tahririyati va Sirdaryo viloyati hokimligi hamkorligida tashkil etilgan mazkur ijodiy uchrashuvlar O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi hamda Xalq so'zi va Narodniye slovo gazetalari tashkil etilganligining 35 yilligiga bag'ishlandi. Muloqotlarda gazetalarning ko'p yillik mushtariylari, yoshlar, ziyolilar jam bo'ldi. Tadbirda tahririyat faoliyatida keyingi yillarda amalga oshirilgan yangilanishlar haqida ma'lumot berildi. Qayd etilganidek, bugungi axborot makonida tezkorlik, aniqlik va xolislik asosiy mezonga aylangan. Shu bois gazetalar mazmun mohiyatini zamon talablari asosida boyitish, tahliliy materiallar salmog'ini oshirish va dolzarb ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni chuqur yoritishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, davlat va jamiyat hayotida amalga oshirilayotgan islohotlar, iqtisodiy rivojlanish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalaridagi o'zgarishlar doimiy ravishda tahlil asosida yoritilmoqda. Mutaxassislar, olimlar va amaliyotchilar ishtirokida intervyu va sharhlar tashkil etilib, o'quvchilarga masalalarning mohiyatini chuqur anglash imkoniyati yaratilmoqda. Shuningdek, raqamli platformalar faoliyatini kengaytirish borasida ham qator ishlar amalga oshirilgan. Gazetalarning rasmiy veb-sayti zamon talablari asosida qayta ishlab chiqildi. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, multimedia loyihalari orqali axborot yetkazish qamrovi kengaymoqda. Ayniqsa, infografikalar, video sharhlar va qisqa tahliliy materiallar yoshlar auditoriyasi tomonidan katta qiziqish bilan qabul qilinmoqda. Uchrashuvlarda so'zga chiqqanlar aholini xolis va ishonchli axborot bilan ta'minlash, fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirishga Xalq so'zi va Narodniye slovo gazetalari katta hissa qo'shib kelayotganini e'tirof etdi. Xalq so'zi gazetasi haqiqatan ham bu xalq so'zi ifoda etuvchi xalqimizning so'zi hisoblanadi. Bu mana bu yerda talabalar o'tirgandan foydalanib shu narsani aytib o'tish lozim topolmaydi. Biz kitob o'qish aslo boyagan insonning fikrlari, mulohazalari bilan tanishadigan bo'lsak, gazetalar o'qish orqali bir qancha maqolalarni o'ziga xos bo'lgan tahlil qilish san'atini, yondashuv san'atini o'rganamiz.
va aytishimiz lozim ekanki, har bittamiz bizga xo'sh bo'lgan mulohazaga, mushohadaga o'rganishda shu gazetalardan albatta foydalanishimiz kerak bo'lmoqda. Umuman insonni ijodkorlikka undovchi muayyan bir asos birda filologiya yo'nalishi talabalari dedi boya. Ha? To'g'rimi? Ya'ni biz chandon boshqalarga nisbatan xalq so'zini ham, umuman barcha gazetalarni ham ko'proq o'qishimiz lozim. Bugungi kunda men bir narsani aytib o'tay. Yangi Sirdaryo gazetasini muqovalashda yoki bo'lmasa dizaynlariga e'tibor qaratishda asosan xalq so'zidan foydalanamiz. Mana Ahmad akadan ko'p maslahatlar so'rab turaman bu borada, yoki bosh muharrir haqida ham. Umuman bu narsalar raqobatning sog'lomligi yoki bo'lmasa o'rganishning, so'rashning aybi yo'q, faqatgina bu taraqqiyotga, rivojlanishga xizmat qilgan taqdirda. Talabasi Boynazarova Sabina aytib o'tganingizdek, Xalq so'zi gazetasi nashriyotigacha yetib kelguncha davrda juda ham katta mehnat va juda katta zamirida mashaqqat turibdi. Bu mashaqqatga yetib kelguncha, misol uchun bitta gazetani chop etish mobaynida qancha vaqt sarflanadi va qo'shimcha taklifim bor. Mana shu pedagogika instituti talabalari uchun ham Xalq so'zi gazetasi nashriyoti jarayoniga ochiq eshiklar kuni tashkil qilib berishingizni so'raymiz. Bu jarayonni biz ko'rib, bunda qancha mehnat zamirida borligini ko'rib, o'zimizga xulosa qilib, yanada qiziqishimiz ortishini, yanada borib o'rganib, uning tagida qanchalik mashaqqati borligini anglab yetsak, shunchalik bu gazetalarga bo'lgan hurmatimiz va mehrimiz oshadi va yanada kitobxonlarni o'zimizga, gazetaga jalb etishimiz osonroq bo'ladi. Mazkur nashrlar mamlakat hayotini keng va xolis yoritib borayotgan milliy matbuotimizning muhim va ishonchli nashrlari ekani, ularning sahifalarida chop etilayotgan maqolalar jamiyat taraqqiyoti va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda katta ahamiyatga egaligi e'tirof etildi. So'z navbati mushtariylarga berilganda zalda samimiylik va erkinlik muhiti yanada kuchaydi. Takliflar, mulohazalar, tanqid va iliq fikrlar barchasi ochiq aytilib, samimiyat bilan qabul qilindi. Xususan, Guliston davlat pedagogika institutining o'zbek filologiyasi fakulteti talabalari Rayhona Mamatqulova, Gulnora Turg'unboyeva Xalq so'zi va Narodniye slovo gazetalarini muntazam kuzatib borishini ta'kidlab, ularda chop etilayotgan tahliliy maqolalar uchun tahririyat a'zolariga minnatdorlik bildirdi. Menda savol emas, menda minnatdorchilik, ya'ni o'zi o'quvchilarimiz bu gazetani tavsiya qilganda bir marta ko'rganda unchalik qiziqmagandim, lekin o'qib ko'rganimdan keyin shu prezidentni masalan yaqinda bo'lganlarni aytadigan bo'lsak, yoshlar bilan muloqoti, nima qonunlar chiqayotgani hammasini men mana shu gazetadan, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan har doim ham ma'lumot olib boramiz, lekin ijtimoiy tarmoqlardan olgan ma'lumotlarimiz to'liq bo'lmasligi, aynan faktlar keltirilmasligi holatlari bizni qiynardi. Ya'ni aniq ma'lumotlarga ega bo'la olmasdik, lekin men shu Xalq so'zi gazetasini o'qiganimdan keyin qiziqib qoldim. Har bir sonini sotib olmasam ham, lekin uni PDF variantlarini doimiy ravishda o'qib boraman. Ya'ni undan to'liq ma'lumotlarni, asosiy faktlarni o'zim uchun yoki auditoriyamizda, xonalarimizda, auditoriyamizda kursdoshlarim uchun o'rganishga harakat qilaman. Menda bu savol emas, minnatdorchilik bor edi. Muloqotda tahririyat vakillari tomonidan bildirilgan Guliston davlat pedagogika institutida mahorat maktabini tashkil etish taklifi oliygoh jamoasi va yoshlar tomonidan katta mamnuniyat bilan qabul qilindi. Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazida davom etgan muloqotda ta'kidlandiki, matbuot bu shunchaki axborot manbai emas, u jamiyatning ko'zgusi hamdir. Unda xalq dardi ham, orzusi ham, yutuqlari ham, muammolari ham aks etishi shart. Jurnalist qalami faqat voqelikni tasvirlamaydi, uning mazmunini ochib beradi, sabab va oqibatini tahlil qiladi. Shu bois xolislik, faktga tayanish, mas'uliyat va vijdon ijodkor uchun eng yuksak mezondir. Tadbirlarda tahririyat va mushtariylar o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash, gazetalarning o'qishliligini, ommabopligini yanada oshirish borasida bildirilgan mulohaza va takliflar kelgusi faoliyatda inobatga olinishi, istiqboldagi rejalar shu asosda ishlab chiqilishi aytildi. Muloqotlar qalam ahli va o'quvchi qalbi
qalbi o'rtasidagi samimiy suhbatga, fikr va qarashlar almashinuviga aylandi. Ijodiy muloqot yakunida sirdaryolik xushovoz xonanda Sulton Mamatqobilov tomonidan ijro etilgan taronalar tadbirga o'zgacha fayz va ko'tarinki ruh bag'ishladi. Baxt kulib vaslingga bir imkon bo'lsa, sen u men kimsasiz bir makon bo'lsa, fasli gul safti ishq qamravon bo'lsa, hijrondan vayrona tilim o'nglasa, so'zlasang tinglasang, so'zlasang tinglasang.